Qaysi bir qo'lyapti? Kelasiz qancha qilyapsiz aka? 14 million 600 ming so'm bo'lyapti akalar. Akalar zotga so'ragan obunachalarimizga bu nechga chiqibdi bu aka? Endi qo'zni. Assalomu alaykum. Chorvodi muntazam ravishda va tasodifan ravishda kuzatib boruvchi chorvodor aka-ukalar. Akalar, videoni diqqat bilan uzmasdan oxirigacha ko'rib turing akalar. Bunga da xolisi manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidam Chorva bozoridamiz. Bugungi bozor narxlarini da xolisa qo'ldan kelgancha akalar sizlarga tanishtirib boraman akalar. Va xolisa ozgina mehnatimiz uchun bittadan like bosib aka, pastda obuna qo'yishni unutmaysizlar. Bugungi sanamiz 11-avgust hafta kuniga seshanba 2026-yil akalar. Shu bilan videolarimizni boshladik. Son necha bosh aka bu yerda? 15 ta bitta qo'chqori bor. Son 15 ta xolisa akalar, bir donagina qo'chqori bor. O'sha narxda ketaveradi aka. Ketaveradi. Aha. Bo'pti, menga xolos mash qo'shqoram aka o'sha narxda ketaveradi. Yosh nechcha aka bo'ladi? 4-ish, 6-ish atrofida olarasizlar akalar mana. Xolisa shu orasida qo'shqor yurgan. Buni narxi qancha deymiz aka? 6 million 800 ming so'mdan hurmatli obunachilar. Xolisa telefondan ish bitadi aka. Aha. Ustida hammasini. Bo'ldi aka, narxi aytilganda o'sha. Ha, 68 dan telefon qilsa Bo'ldi. Telefon nomeri necha aka? 77lik. 77lik 102 102 3102. 3102 telefon raqamiga kelar, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Akalarda xolisi soni 20 bosh, hammasi qo'chqor. Yoshligiga qanaqa aka buni? Yarmidan ko'p ishga chiqib bo'ldi. Oldi yarmidan ko'p ishga chiqib bo'ldi. Hurmatli obunachilar mana. Bu xolisi toza simjunlardan. Shu joygacha ko'ryapsiz aka, haftadan like bosib obuna bo'lib qo'ying aka. Narx qancha aka buni? 6,5 dan kami bor. 6,5 dan kam bor aka mana. 6,5 dan kami bor. Ishqibozlar telefon qilaverasizlar akalar. Telefon nomeri necha aka? 94lik 304 37 17 telefon raqamiga akalar, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Tag Serap. Aha. Hech boshqa ekan aka bu yerda. Soni hozir 15 ta. Soni 15 ta. Xolasa yosh qanaqa aka bo'ladi? 7-8 oyli akalar. Xolasa yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ying. Dastlabkilari qancha beramiz? Yetkazib berish bormi aka? Vodiy qo'ylar yetkazib beramiz. Aha, narxi-chi aka? 5,5 dan. 5,5 million so'mdan akalar, mana 7 oyli qo'zlarda xolasa. Kimga yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib obuna bo'lib shoshilib aloqa chiqarasizlar. Xolasa telefon nomeri necha aka? 93lik. 93lik 213 213 1404. telefon raqamiga akalar, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Akalarda xolasa mana yana sog'liq ishqozlar uchun son necha bosh ekan aka bu yerda? Soni bo'yicha 10 ta. Son 10 ta da xolasa. Yosh nechta aka bu yerda? 4 ish, 2 ta 6 tishi bor. 2 donagina 6 tish bor akalar mana. Oq-yuz oq quloq mana 4 tish akalar. Yangi chiqdi. 2 donagina 6 tish bor ekan, qolgani da xolasa 4 tish, 2 tish atrofida olarasizlar. 2 tish bu. Aha, mana 2 tish. 4 tishga endi o'tyapti. Bo'ldi, da xolasa aka narxini qancha qilib beramiz obunachilarimizga? 7 milliondan o'tadi. Bir joyga 7 million so'mdan kam bor-a? Qilsa kam Aha. bor. Buni aka da xolasa telefon nomer 77lik 77lik 102 102 3102. 3102 telefon raqamiga kelar, telefon qilib aloqa chiqarasizlar xolasa narx qulay bo'lgan bo'lsa. Akalar zotga so'ragan obunachilarimizga bu nechga chiqibdi bu aka? Endi qo'zni o'tdi xolasa akalar mana. Bu narx qancha qilib beramiz obunachilarimizga? 10 million so'm kam bor akalar. Xolasa ishqibozlari bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ysizlar. Telefon nomeri necha? 93lik 260 66 67 telefon raqamiga akalar. Xolasa telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Necha bosh aka bu yerda? Soni 12. Soni 12 boshqa. Xolasa soni 11 ta. Yoshli nechalikka beramiz buni? Yoshliga. Yoshi 6 oyli 7 oy. 6-7 oylik atrofida olarasizlar akalar. Bo'ylari necha beramiz bo'ylari? Bo'ylari 70 plyus atrofida mana. Narxini qancha qilib beramiz obunachilarimizga aka?
3700 ming. 3700 ming so'mdan kelar. Mana ketaveradi hammasi bir joyga. Oyi soq quloq. Telefon nomeri necha aka? 93lik. 93lik 806 806 60 66 telefon raqami kelar. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Nechi bosh aka bu yerda? Soni 10 bosh, bir pachka akalar mana. Toza kashtan simjillardan. Yashaymayapti. Yashayapti. Ikkita so'rch atrofda olishaveradi aka. Aha, bitta ikkita oltish bo'lishi mumkin akalar, lekin tish bosgani yo'q. Akalarda xolosa ishqibozlar bittadan like bosib qo'ying aka, like bosib qo'yasiz, xolosa obuna bo'lib qo'yasizlar. Aha. 9,5 dan deyapti turadi. 9,5 million so'mdan kam bu akalar mana. Ishqibozlar tez shoshilib aloqa chiqarasizlar. 6,5 dan Bu yoqda 6,5 million so'mlik bor akalar mana. Zobunachlaringizga. Xolosa soni ham 4 bosh. 4 bosh. Yosh qanaqa bo'ladi? 6 tishdan yangi boladan ajragan. 6 tish. Endi boladan ajragan, xolosa qo'chqorga tayyor issiq joydan. Qo'chqor bo'lsa, Aha. bitta o'ynamaydi. Bo'ldi, telefon nomeri necha? 90 90lik 754 754 39 39 telefon raqami akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Yetkazib berish bormi aka? Bo'ldi, Buxorogacha va telefon qilaverasizlar. Akalardan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Akalar keyingisiga xolasa yana sog'liq. Son necha bosh bayda? 8 ta. Hammasi kashdan rangidan, xolasa akalar. Mana bo'y bas nechaga beramiz bularni? 80-85 atrofida olaverasizlar akalar, xolasa. Bu yosh qanaqa? 74 ish eng kattasi 6 ish. 74 ish, 1-2 6 bor akalar mana. Xolasa narxini qanchaga beramiz obunachilarimizga? 7,5 dan kammi? 7,5 dan kam bor. Mana akalar, xolasa ishqibozlar bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Telefon nomeri necha? 88 lik 257 0401 telefon raqamiga akalar, telefon qo'lib aloqa chiqarasizlar. Bo'lsa mana sonlari ham 2 bosh akalar, mana zotka so'ragan obunachilarim uchun. Bu yosh nechga chiqqan aka buni? Yosh 2 tadan. 2 tishadi, xolasa 2 tish. Hurmatli obunachilar mana. Bu narxini qanchaga beramiz aka? 20 kami bor deyilyapti. 20 million so'm kammi? Dona bo'yi. 8 ga buni berilmaydi, 8 ga buni berilmaydi. 8 million 300 ming so'mga 8 million so'mga berilmayapti, hurmatli obunachilar. Telefon nomeri necha aka? 93lik 260 66 telefon raqami akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Akalar zot qo'shqozlar uchun mana zotdan xolisa zo'ridan. Mana kalla garbon qani aka? Bu yosh nechga chiqqan buni? 2 tishga chiqdi aka, mana. Xolisa bo'y bas nechaga beramiz? 95 atrofida olaverasizlar akalar mana. Narxini qanchaga beramiz obunachilarimizga? 10 million so'm akalar, chiroyli kambar, xolasa telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Telefon nomeri necha? 99lik 369 8007 telefon raqami akalar, bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Necha bosh aka bu yerda? 13 bosh. Son 13 boshada xolasa akalar mana. Tagichiroq. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar akalar, shu joycha ko'rgan bo'lsangiz ham mana. Bu yoshi necholikka beramiz yoshi? 6-7 oylik atrofida olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Narx qancha beramiz obunachilarimizga aka? Qancha? 4,5 million so'mdan. Aha, 4,5 million so'mdan chiroyli kam bu akalar, telefon qilaverasizlar. Telefon nomeri necha? 94lik 679 99 69 telefon raqami akalar, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Obunachilar, ozgina bozorda narxlar ko'tarilib qolgan. Necha bosh ekan bu yerda? 10 dona. 10 donagina da xolasa. Aha. Yoshi nechaga bo'ladi? O'zi hali shu aloqa. Hali bu qo'zi. Mana akalar, xolasa men qarang, toza simjun, toza kashtanlardan akalar. Aha. Xolasa soni 10 dona, bir pachka, bir qora, bir cho'pon akalar. Xolasa narxini qanchaga beramiz obunachilarimizga? Obunachilarimizga 6,5 dan. 6,5 million so'mdan a? Bir joyga bo'ladigan Aha, mana akalar. Ishqozlar telefon qilaverasizlar akalar. Telefon nomeri necha aka? 95 Bu qarang aka. 95lik 322
44 74. 44 telefon raqamiga keladi, telefon qilaverasizlar, qo'ylar qilanda keladi. Ishqibozlar tez shoshilib aloqa chiqaverasiz, hurmatli obunachilar. Obunachilar, akalar, xohlasa shu bilan videolarimizni yakunlasak, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz akalar. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz ham aka, bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ying aka. Xohlasa bossangiz aka, qo'lingiz o'rib qolmaydi. Like bosib, obuna bo'ladi, otasiga rahmat akalar.